Leksimizni davomlashtiramiz, hurmatli vatandosh. Bugungi sag'ish 2021-yil 7-oyning 1-kuni. Endiki mavzu bunda. Qarshilashish va yakka dialog. Amerika Qo'shma Shtatlarining navbatdagi jang siyosatida o'rtaq tonish zadi nima? Mavzuliq munozarachilar maqolasi e'lon qilindi. 6-oyning 27-kuni Amerika ovozida Washingtonda dаңliq jangushunos mutaxassis German Marshall Vahbiy jamiyatining Osiyo ishlari mudiri Bonnie Gleiser Amerika ovoziga mundaq dedi. Prezident Joe Biden hukumati endi Tinch okean va Yevropadagi ittifoqdoshlar munosabatini mustahkamlagandan keyin ciddi noktalarni jangoga qaratadi. Gleiser xonim mundaq hisobladi. Bu bir tartib masalasi. Amerika avval bizning ittifoqdoshlarimiz bilan uchrashdi, ya'ni Yevropadagi ittifoqdoshlar. Biz bu yilning 5-yili o'tkazilgan 4 davlat dialogidan bu nuqtalarni ko'rib oldik. Hindiston, Yaponiya, Avstraliya, Amerika 4 davlatning yig'inidan biz bu nuqtalarni ko'rib oldik. Keyin Prezident Joe Biden hukumati Yevropada uchrashishlar olib bordi. G'arbiy Tinch okean halqigan ittifoqdoshlar munosabatini kuchaytirish hamda diqqat va tirishchanligimizni jangoga markazlashtirgandan keyin Amerika ondan jango bilan uchrashudi deb hisoblayman. Amerika ondan jango bilan uchrashudi deb hisoblayman. Gleiser xonim mundaq ta'kidladi. Amerika bilan jangoning uchrashishi Prezident Biden hukumatining umumiy va mukammal jango siyosatining bir qismidir. Bu siyosat Prezident Joe Biden hukumatining jango siyosatining o'zgarishiga vaqtlik qilmaydi. Yana bir xabar vatandoshim. Xi Jinping Tiananmen ravaqada xalqning qani va go'shi bilan qurilganini saddichil sepelimiz bor, ya'ni istiqomimiz bor. Ogohlantiramizki, qon to'kiladi, bosh kesiladi, dedi mavzuli xabar Umid sadosi va vanvi torbeti e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. 7-oyning 1-kuni atiganda Jungo Kompartiyasi qurilganligining 100 yilligini xotirlash marosimi Tiananmenda o'tkazildi. Xi Jinping marosimda nutq so'zlab ogohlantirib, mundaq dedi: har qanday chet el kuchlari bizni bo'zat etmoqchi, besim qilmoqchi va bizni qo'l qilmoqchi bo'ladi ekan, 1 milliard 100 million jungo xalqining Po'latdek istiqomi oldida 5 yeriladi, qani to'kiladi dedi. To'r betida mundaq tanqid qilindi. Anglangan vatandosh, 4 tarafda tamg'ib savoldi. Ya'ni Jonanxay. Xalqaro jamiyat Jonanxayning burnini qanatdi. Uydan chiqa olmadi. Ko'ngli xotirjam bo'la olmadi. Shunglashqa yugurib Tiananmen ravaqaga chiqib, beshini yarimiz, ko'zini o'yimiz deb vaqirashga boshladi. Bu nuqul o'zini uchirib, o'zini maqtash guldirmamisidir. Demak, men boshda aytdim, bir davlatning rahbari har qancha bo'lib ketsa-mu, o'zini madaniyatlik davlat navotgan bir davlatning rahbari hozirgi dunyoda bunchola gap qilmaydi vatandoshlar.